Assalomu alaykum. Muhtaram ustozlar va aziz abituriyentlar. Milliy sertifikatda o'zini eng yuqori natijalarini ko'rsatmoqchi bo'layotgan aziz birodarlar. Demak, siz bilan davom etamiz tarixiy shaxslarga doir ma'lumotlarni. Bu ma'lumotlarimizda navbatdagi shaxsimiz Menes haqida bo'lib o'tadi, ya'ni Misr firavni, birlashgan Misr firavni. Demak, Menes yuqori Misr podshosi hisoblanadi. 3000-yildan esa birlashgan Misrning podshosi. Ya'niki Misr hududlarida dastlab ikkita podsholik mavjud bo'lib, biri yuqori, ikkinchisi quyi Misr deb atalgan. E'tibor berishimiz lozim bo'lgan ayni jihat bor mana shu yerda, ya'niki u yerda Misr hududlarida yuqori Misr deyotganimiz janubda, quyi Misr deyotganimiz esa shimoliy tomonda joylashgan bo'ladi. Ya'niki bu yerdagi ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri Nil daryosi oqimiga nisbatan ishlatilgan. Demak, Nil daryosi janubdan shimolga qarab oqadi, O'rta Yer dengiziga quyiladi. Ana shu O'rta Yer dengiziga quyilish joyini quyi Misr, O'rta Yer dengizidan janubda joylashgan hududlarni delta, ya'ni O'rta Yer dengiziga tutash bo'lgan va uni janubida joylashgan hududlarni delta va undan quyida joylashgan hududlarni esa, ya'ni Misrning janubiy tomonlariga qarab yo'nalgan hududlarni esa yuqori Misr deb atashgan. Nil daryosini O'rta Yerga qarab oqib borgan tomoniga nisbat olishib, u yerni yuqori Misr, demak oqib tushayotgan joyini esa, ya'ni quyilayotgan joyini esa quyi Misr deb talqin qilingan. Va Misr hududlarida 3000-yilda miloddan avvalgi, albatta, miloddan avvalgi 3000-yilda bo'lib o'tgan kurash jarayonlarida yuqori Misr hukmdori Menes g'alaba qozonadi va aynan mana shu Menes quyi Misr hududlarini yuqori Misrga birlashtirib, quyi Misr hududida Memfis shahriga asos soladi. Demak, bu inson yashagan davri miloddan avvalgi 4-3 mingyilliklarga aniqroq oladigan bo'lsak, miloddan avvalgi 4-mingyillik oxirlari va 3-mingyillik boshlariga to'g'ri keladi. Miloddan avvalgi 3100-yil orasida faoliyat olib borgan deya talqin qilinadi olimlar tomonidan. Qisqacha ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat. Endi esa biz siz bilan navbatdagi shaxsimizga o'tamiz. Demak, navbatdagi shaxslarimiz yana mana shu Misr hududida faoliyat olib borgan, ya'ni qadimgi Misr hududida faoliyat olib borgan shaxslar. Yaxmos, Tutmos 2 va Tutmos 3. Albatta bu yerda qadimgi Misr deya talqin qilganimda qadimgi dunyo davrida, ya'ni qadimgi dunyo tarixi darsligimizda keltirilgan Misrga urg'u berib o'tdim. Bu yerda tarixchilar juda ham yaxshi biladi, Misr hududida 5 ta davr mavjud, ya'ni 5 ta sulola davri mavjud. Bulardan albattaki ko'rishimiz mumkin, birinchi ilk Misr podsholigi, qadimgi Misr podsholigi, O'rta Misr podsholigi, yangi Misr podsholigi va so'nggi Misr podsholigi. Demak, 5 ta alohida podsholiklar mavjud bo'lgan va ularda turli xil sulolalar faoliyat olib borgan, ya'ni bir qancha sulolalar faoliyat olib borgan. Mana shu podshohliklarimizdan biri yangi Misr podshosi Yaxmosdan boshlaymiz. Demak, Yaxmos yangi Misr podshosi hukmdori hisoblanadi, ya'ni podshohligining hukmdori hisoblanadi. 18-asrda faoliyat olib borgan. Fiva shahri atrofida nomlarni barchasini birlashtiradi. Fiva shahri nomi bu paytda o'sha atrofdagi nomlardan anchagina yuqori darajada turgan, eng yuqorisi, ya'ni birlashtirish uchun qulay bo'lgan hudud hisoblangan. Shuning uchun ham Fiva shahri hukmdori Yaxmos o'zini atrofiga boshqa nomlarni birlashtirishga muvaffaq bo'ldi va giksoslarni tormor etib mamlakat hududidan chiqarib yubordi. Navbatdagi shaxsimiz bu Tutmos 2. Tutmos 2 ham ayni mana shu davrda, ya'ni Misrning yangi podshohlik davrida faoliyat olib borgan. Uning faoliyat davri miloddan avvalgi 2-mingyillikka to'g'ri keladi. U Falastin, Finikiya, Suriya hududlariga nisbatan hujumlar amalga oshirgan va ma'lum bir darajada bu hududlarni bo'ysundirishga muvaffaq bo'lgan. Navbatdagi shaxsimiz Tutmos 3. Tutmos 3 ham 2-mingyillikda faoliyat olib borgan, miloddan avvalgi yangi Misr podshosi hisoblanadi. Endi ayni mana shu Tutmos 3 faoliyati davrida Old Osiyo hududlarida yangi bir davlatga asos solishadi. Ya'ni mana shu hukmdorlarimiz, ya'ni yangi podshohlik hukmdorlari ayni paytda bosqinchilar sifatida faoliyat olib borishgan. Endilikda ular qo'shni hududlardan hujumlarga uchrayotgan shaxslar sifatida emas, balki to'g'ridan-to'g'ri qo'shni mamlakatlar hududlariga hujum amalga oshirayotgan shaxslar sifatida faoliyat olib borishgan. Mana azizlar, 4 ta alohida shaxslarimizni ko'rib o'tdik. Demak, bugungi darsimizda ko'rib o'tganlarimiz asosan
qadimgi Misr hududida, ya'ni qadimgi dunyo tarixi darsligimizda keltirilgan Misr hududida faoliyat olib borgan hukmdorlar, ya'ni firavnlar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat azizlar.